Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juma kuni asr namozidan keyin, ya'ni bugun juma desak, masalan asr namoz o'qigandan keyin mana bu salavot-i sharifa Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallimni 80 dona o'qisa, Alloh jalla va ala 80 yillik gunohlarni kechiradi degan ekan. O'zi odatda 7 ta o'qishlikka Jaloliddin Suyuti hazratlari o'qimasanglar bugun o'qimadim desangiz 7 dona o'qib qo'ying deganlar-da u kishi. 7 dona o'qib qo'ying, siz iymon bilan ketasiz, men kafilman deganlar. Siz 7 dona o'qib qo'ying, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrda sizni kutib oladi deganlar. Qabrda ikkita munkar nakir kirgan holatida ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlarida turar ekanlar-da. Unday zot yoningizda turgandan keyin munkar nakir farishta ham gapira olmaydi. Savol berishlikka